Necha pulga baraka bo'ldi? 10 to'rga. Bir qo'ra shashligim. Mana qara. Bozor tuyadi mana. Ikkita qo'y tuya, 60 million tuya bo'lmaydi, 100 ming demay yaqish qilamiz. Qancha beryapsiz endi? 9 million 200 ming. Baraka bo'ldi shu qo'y. Necha pulga baraka bo'ldi? 84 dan. Taroziga baraka bo'ldi. 84 da. Qaraydi, billa chiqib videoni ko'ryapsiz. Tarozida ham bunday ko'rinadi. 84 ming so'mdan go'shtga olishyapti. Biz qarab 4 oylik. 4 oylik atrofida. Pul nech pul deyapsiz ikkalasini? 4,5 ga beraman ekan. 4,5 ga berasiz. Yana xayri bormi? Bor, o'tib beraman. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bizni kuzatib turgan aziz obunachilar. Akalar, mana bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohida Mo'qo'y bozorida olib boryapmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga bozordagi baraka bo'lgan mollarni, qo'ylarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 30-dekabr 2025-yil. Xo'p, akalar, yo'qsa biz syomkalarimizni boshladik. Akalar, ukalar. Mana bu yerda qo'chqorlar bor ekan. Ajoyiblari. Qo'chqorda zo'rlari bor ekan, akalar. Narxlarni 4,5 million so'mdan kam bor deyaptilar. Bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdanmi qo'ylar? Ha, bizda. Necha puldan deyapsiz? 4,5 danmi? 4,5 dan. 4,5 dan kami bor. Bu yerda nechta soni? 15 dona. 15 dona. Xudo xolasa hammasi qo'za bu yerda. Ha, qo'zi. Yuzlaridan ko'rinib turibdi. Akalar, mana. Buni bo'ylari necha chiqadi taxminan? 70-75 plus minusda. Mana akalar. Xo'p. Живой вес necha chiqar ekan shular? Necha chiqar ekan? Живой вес shu. Taxminan 50 kg atrofida. So'raganlar borda. Akalar, mana bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Bir to'rtlarga bo'lsa, necha puldan ketaveradi? 4 million 200 mingdan ketaveradi. 4 million 200 mingdan. Dastavkalar bormi? Dastavkasi bor. Qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab, ha? Xo'p. Telefon nomerini qoldiramiz. 94lik 94lik 327 327 92 62. 92 62. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, bozoringizni bersin. Aloqa chiqarasizlar. Akalar, bugun bozorlarda qo'ylar qimmat. Akalar, mana bu yerda arashallari bor ekan qo'ydi. Ishqibozlariga oq yuzlaridan, mana juda chiroylilardan. Mana bir qator sizlarga ularni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Hozir hamma yo'g'ini narxlarini ham so'rab. Mana yuzlarga qaranglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'ylar sizdanmi aka? Bizdan aka. Mana. Chiroyli. Yosh qo'zi aka-da bular. Bular hali aka qo'zi 10 oylik qo'zi bor. 10 oylik atrofida qo'zi. Xo'p. Bo'ylari necha chiqar ekan taxminan? Bo'ylari 75-80 plus oldi aka. Mana akalar. Pasi 75. Pasi 75. Bu yerda soni nechta ekan? 8 ta. 8 bosh ekan. Mana akalar. Taxminan живой вес necha kilo chiqar ekan shular? 55-60 aka. 55-60 atrofida chiqar ekan. O, bular narxlarini qancha deyapsiz? Aka 5,5 milliondan deyapti. 5,5 milliondan deyapsiz. Bir joyga olsa 5 million 100 dan ketaveradi. 5 million 100 dan ketaveradi bir joyga olishsa. Ha, bir joyga olsa ketaveradi. Dastavkalarimiz qayergacha? Dastlabki aka Samarqandgacha bor. Samarqandgacha bor. Kelishilgan holatda. Samarqandgacha. Vohaga bo'lsa kelishgan holatda ekan-da. Vohaga kelishgan. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ha, endi aka hozir gaz yo'q aka. Qimmat bo'lib ketyapti. Yemib turman aka. Qurib qo'yma. Rosa qilmadi. Istaborga telefon nomerlarini qoldiramiz. Aka 88lik 88lik 100 89. 90. Akalar, ukalar, mana. Arashash qo'zlariga juda chiroyli yosh variantlar ekan.
Bak boshlari butun. Ajoyib. Mana buni qarang. Xo'rasa, aka bozaringizni bersin. Chiroyli akalar, ukalar. Akalar, ukalar, mana bu yerda yana juda go'zallardan bor ekan. Xudo xolasa bular ham qo'chqor hammasi. Bu yerda tarashani bor ekan mana. Bir qator sizlar ko'rsam. Do'stim, bu qo'ylar sizdanmi? Ha, bizda. Mana akalar, ukalar. Bir boshdan sizlarga ko'rsatamiz. Yuzlarni qarang, quloq boshlari butun chiroyli qo'ylar ekan. Nech puldan deyapsiz ularni? 6 million. 6 milliondan Kami bor. kami bor. Bu yerda son nechta? 16. 16 ta. Bo'ylar nechaga beramiz? Boylari 85 plus minus. 85 plus minus. Mana akalar ko'rasizlar. Bemalol. Bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Chiroyli qo'ylar ekan. Bismillah. Ana qancha ekan? Mana bu ekan. Xo'p. Soni nechta dedingiz bu yerda? 16 ta. Bir totarga bo'lsa qanchadan ketaveradi? 5,5 dan 5,5 dan ketaveradi. Dastlabkilarimiz qayergacha? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ekan. Xo'p, живой вес nechaga chiqar ekan taxminan? 65 dan 80 gacha. 70 ga olishaveradi живой вес. Живой вес 70 kilogacha olaverasizlar akalar, ukalar. Telefon nomerlar qoldiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilishsin. 94 lik. 94lik 309 309 68 69. 68 69 ha. Bozaringizni bersin. Rahmat. Mana akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, mana aloqa chiqaverasizlar, bemalol. Qanchadan bo'lyapti ekan bu qo'ylar? Qanchadan berishyapti? Mana 5600 dan sotildi. Ikkitasini 5200 dan qilishyapti. Mana bular 5600 dan sotildi. Akalar, ukalar, mana bular 5 million 600 ming so'mga sotishibdi. Bundan u yog'ini 5 million 200 ming so'mdan qilishyapti ekan. Qo'ylar e'tibor, chiroyli qo'ylar ekan. Yuzlari. Bosh qo'ylar ekan. Mana akalar. Bozorlar. Ish pulga baraka bo'ldi, Jabirxon. 4 million 950. Qanchaga? 4 million 950. 1 million 950 ming so'mga baraka bo'ldi. Yaxshi pulga soting aka. Men roziman, yaxshi o'tkazib olmaysan. Qo'ygan olishni ko'ring. 2 so'mga mana. O'zbekistonga. Ajoyiblar. Sheringlar, Akalar 4 million 950 ga haqiqatda qo'ygani. baraka bo'libdi. Mana qo'g'onlar. Kimasi bor qo'ylar. Qo'g'onlarni aka bir totarga necha pulga beraveramiz? Hammasi bir tortargami, ko'rganimdan beraveramiz. 4 yandan beraveramiz. Mana akalar. Hammasi semiz qo'ylar, orig'i yo'q. Bo'ylar nechaga beramiz buni? Bo'ylarini bular. Qo'ylari 85 plyusda, 85 plyus. 85 ga. 85 ekan, 85 ga mana. Xudo xolasa yuzlari. Bo'yi. Xo'p, 85 plyus. qo'ylar e'tibor ekan. Живой вес nechaga chiqar ekan taxminan? Vallahi 60 kilodan ortiqroq. Ular 55 kilo. İkisi boshida bir turgan 60 kilo deyaptilar. Bunisini 55 kilo deyaptilar. Живой вес taxminan. Qo'ydi mana. Dastlabkilarimiz qayergacha edi? Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Bakın, akalar, ukalar. Faqat ekan mana billarni ko'ringlar. Ajoyib. Mana shu qo'y mana juz ichida emas. Telefon nomerini qoldiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqishadi. Valla 90chilik. 93lik 464 464 70 98.
Mana akalar, bemalol qochib ko'rasizlar. Baqarmanlari ham bor uyda, baqadaqanlari ham bor. Uyda yana bor. Ha. Arashalar ham bor. Bundan kattasi ham bor. 4,5 beraman. Necha pul bo'ldi mana qo'ylar? 9 million 600. 9 million 600 bo'ldi mana. 8 million oldi. Yaxshi qo'ylar ekan. Akalar qo'ydi mana shu yosh variantlaridan qiziqqanlar bo'lsa akalar mana hozir buni narxini so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Aka bu qo'ylar sizdanmi? Ha, Yosh variantlari. Urg'ocha bular yo qo'chqormi? bu sarig'i sog'liq, qorasi qo'chqor. Bitta qo'chqor, bitta sovliq ekan. Yosh varianti ekan. Necha oylik atrofida bular? Ular 4 oylik. 4 oylik atrofida. Pul nech pul deyapsiz ikkalasini? Buni 4,5 ga beraman ikkovini. 4,5 ga berasiz. Ha, akalar ko'ra. Kim qilsa bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p, telefon nomerlar qoldiramiz. Telefon nomerlar 95lik, 95lik, 154, 154, 1690. 1690. Yana xayri bormi? Bor, o'tib beraman. Dastlabki bormi? Bor, dastlabkasi ham bor. Dastlabki qayergacha? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ekan. 1,5 ga to'g'ri ekan. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasiz. Akalar. Mana qo'shqorlarda. Zo'rlarlar. Juda yosh variantlar. Akalar buni qulog'i nechi? Qulog'ini qaranglar. Qator ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Qo'ylar sizdanmi aka? Ha, bizdan ko'raman. Xudo xolasa hammasi qo'chqora bular. Kuchman nimasi yo'q. Mana akalar. Ko'rasizlar. Qo'yishlar. Mana juda chiroyli. Yoshlarga berdik. O, bu yerda son nechta aka? Mayda 8 ta. Bo'ylar necha chiqar ekan taxminan? Ular var 75, 70, plus minus. Qanchadan deyapsiz ularni? 47 dan deyapti, narx aytyapmiz. Ha. Bir tortlarga bo'lsa qanchadan ketaveradi? Kelishamiz, telefon qilishaversin. Telefon nomerlar qoldiramiz unda. 90 lik. 90lik 697 697 99 69. 99 69. Jiboy ves necha kilo chiqar ekan taxminan? Ortib ko'rmaganmiz. Mana akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar bemalol. Yaxshi variantlardir. Mana akalar. Savrjon, assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana akalar, ukalar, puli yengil yosh variantlaridan olib qolsa mana ajoyiblar. Akalar. Savrjon, bu son nechta bu yerda? Soni 7 dona murodjon. 7 dona. Buni yengillari xudo xolasa. Yengil qo'yib yuboramiz bularni. Bu nech puldan deyapsiz o'zi? Optimaga 38 dan kam bor deyapmiz. Optim bir joyga olsa 3,5 dan berib yuboramiz. 3,5 dan ketaveradi. Yosh oyliklar taxminan 5-6 oylik. 5-6 oylik atrofida ekan. Akalar, ukalar, eshitdilarmi? Qiziqqanlar, aloqa qilib ko'rasizlar mana. Dastlabkilarimiz qayergacha? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ekan dastlabkilar. Mana. Hammasi chiroyli. Xudo xolasa yeb ichishlariga ham garantiya ham berasiz? Bir hafta kafolati bor. Bir hafta Yemasa, kafolati bor. ichmasa Telefonni bilan qoldiramiz. 88lik 88lik 050 050 60 50 ekan akalar, ukalar. Kim qiziq bo'lsa, yana aloqa qilib ko'rasizlar. Ha. Arzon, chiroyli. Yosh variantlaridan. Akalar, qo'ydi ko'ringlar. Ajoyib. Haqiqat. O'ta yirik variantlar. Bo'ylar metrdan oshiq. Mana dehqondan so'ragan aka ko'lamizga. Yaxshi variant. Akalar, bozor ozgina torroq videoga olish tezroq bo'lyapti. Bundan kelganicha mana sizlarga yoritib beramiz. Ben bu YouTube'dan değil su kedim. Mana molni qaranglar. Molda keladi bu qo'y. Akalar, telefonda katta qo'y
kichkina ko'rinadi. Kichkina qo'y katta ko'rinadi. Mana. Tog'a ko'taryaptilar, ko'tarib bo'lmaydi. Akalar qo'ylar baraka bo'ldi. Necha pulga baraka bo'ldi? 10 to'rga. Bir qo'ra shashligim. Mana akalar. 14 millionga bu tomondagisi ketibdi. 14 millionga ya. Mana akalar. Qo'y o'rlang. Na. Juda ajoyib. Tog'a tishi nechta ekan buni? 4 tish. 4 tish ekanmi? Yo'q, 2 ta ekan. Ha, bunisi yoshlar, Mana akalar. Sen bitti görüş bu. Qo'ylar qaranglar kattaligini. Mana markasini bersin. Akalar buni jupini 19,5 baho qilgan ekan. Bermagan ekanlar. Mana shu yerga. Bittasi baraka bo'ldi. Endi 15 million deyaptilar. Buni sal og'riqroq ekan. Kattaligini qaranglar. Mana bu yerda qo'ydi yiriklari, hammasi yirik. Aka necha pul beryapsiz bunga? Tog'a necha pul deyapsiz tog'a bularni? 8,5. 8,5. Bunisi-chi? 8,5 deyapti ekanlar buni. Ha tog'a. Bular necha puldan deyapsiz mana bularni? Bularni 10 million. 11 million. 11 million deyapti ekanlar. Bular oppoq mana. Qo'ylar qaranglar. 8,5 sotasizmi? Juda katta qo'ylar. 2 ming so'radim. Shu yomon hozir bekib. Mana qo'y. Tog'a necha pul beryapsiz? 8 million 300 ming so'm. 8 million 300 ming so'm. Mashina ishi bitkar ketadi. 8 million 300 ming so'm beryapti ekanlar. Qo'yni qaranglar. Qo'y 1 metrga yaqinroq qo'y bu ham. Ya bu taxminan 90-95 chiqadi. Qo'ylar. Yana ham boqadigan yerda qo'ya yeb turibdi. Nechta ekan? 2 ta. 2 tish ekan. Tog'a o'zi qancha deyapsizlar buni? Necha pul deyapsiz buni o'zi? 10 million deyapti. 10 million deyapsiz. 10 million deyapti ekanlar. 8 million 300 ming so'mga bermayapti ekanlar. Hani yaptın kusura? Tuyadi mana. Ikkita qo'y tuya, ot bilan tuya bo'lmaydi, 100 ming yig'ilma yaqish qilamiz. Qancha beryapsiz endi? 9 million 200 ming. Olti yarim olaman. Mana mana shu bo'ldi. Tavakkal so'raman men. Rozimisizlar? Yo'q. Barakami? Yo'q. Qo'shing. Qo'shing, sotamiz. Kimga bo'ldi? Inomim aka. Hoji akamgami? Baraka bo'ldi shu qo'y. Necha pulga baraka bo'ldi? 84 dan. 84 ga. Taroziga baraka bo'ldi. 84 da. Mana edi, billa chiqib videoni ko'ryapmiz. Taroziga ham de ko'ramiz. 140 kilo keladi qo'y. 84 ming so'mdan go'shtga olishyapti.
40 kilo ekansiz. Biz qarab 2 kilo kelibdi o'zi. Sobir aka. 41 kilo. Mana akalar. Go'shtga Bering aka. sotishdi. Bo'ylari 95 atrofida. Juda chiroyli. Tishi nechta edi buni? 6 ta. 6 tishmidi? 6 tish ekan. Bagasini bering. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka? Maza qilib boqasiz. 8,5. Barakasini bersin. 18,5 bo'ldi. 8 soat. Qancha bo'ldi? 7,5 bo'ldi akalar. Nech pul bo'ldi aka? 12,5. Barakasini bersin. 12,5. Nech pul bo'ldi aka bu? 10,5 bo'ldi. Hmm. 1,800,000 bo'ldi akalar. Qanchada bo'ldi aka? Kam 22. Kam 22 ekan. Shular hammasi. Aka nech pul bo'ldi bu? 19 bo'ldi. 9 bo'pti. Mojin aka. Bu qo'y hali sotilmadi. 9,200 baho qilishyapti hali ham. Nech pul beryapsiz? 16 million. 16 million. 16 million bitta tuqqan ekan. Bir 2 ga sotdi. 21 millionga sotilibdi. Akalar mana Ehsonga ajoyib zo'r variantlar ekan. O'ta semiz variantlar mana. Yana ko'rasiz. Assalomu alaykum aka. Sizdanmi aka bu qo'ylar? Bizdan tanlovasiz. Mana. Soni bu yerda 6 bosh ekan a? 6 ta, ha. Ikkita sariq, to'rtta qora ekan. Qoralari qo'zi, sariqlari shapqili. Ha, ikkitasi shak. Har ikkitasi shak. Bular qo'zi. Bular to'rttasi qo'zi. O, bular nech puldan deyapsiz? Bular 6,5 dan kami bor. 6,5 ekan bu. Mana buni yungi zo'r ekan. Akalar. Taxminan bo'ylarini qancha chiqargan bular? 80 plus minus. 80 plus minus. Живой вес qancha chiqargan? Biz 70 kilo. 70 kilo. Akalar. Juda chiroyli mana. Qo'ylari ham toza, Ha. yaxshi qo'ylar. Quloqlari butun. Hamma chiroyli qo'ylar ekan. Buni bir joyga ketsa qanchadan ketadi? 6 milliondan bir joyga. 6 milliondan ketaveradi. Dastlabkamiz qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ekan, akalar, ukalar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. 93lik 93lik 402 402 07 07 99. 99. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda joy ozgina to'rroq, videoga olish qiyinroq bo'lyapti. Akalar, o'ta mana semiz variantda ekan. Ehson bobo ham bor. Mana Ehson bo'lar, yemini yegan bo'lar. shunday mana Ehson bobo ekan, akalar, ukalar. Bularda bemalol ko'rasizlar. Akalar, ukalar, bitkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.